Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. Ayallar və Dava proqramımızdan 9 insanı görüşənlərinə qarşı alımız. Mən Fatimə Həsən. Xitay təcavüzçiləri 70 ildən beri Şərqi Türkistan xalqını izchil bastırıb gələn bolsunmu, yaxınqı illərdə bu zulm təsəvvür qılğısız dərəcədə küçüyüb ochiq-aşkara irqiy qırğınçılıq aylandı. Ama Xitay izchil aldı bu cinayətlərini inkar qılıb kelyotidi. Şundaqdımı quyoshni etek bilan yopqil bo'lmagandek, har xil dalil isbotlar Xitoyning jinoyatlarini dunyoga oshkorlayotidi. Shuning jumlasidan jazo lageridan qutulib chiqqan bir qism shohidlar Xitoyning tahdidlariga qaramay jazo lageridagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni fosh qilib keldi. Ayollar ve Dava programımızda bu sanda en şu ceza lageri şahitlerden biri bolgan, ayollarga xas qaysarlik bilan Xitoyga qarshi aktiv faoliyat qilayotgan Gulbahar Celil xonim bilan suhbatlashamiz. Programımızda muhaciratdagi xonim qizlarga aktiv ta'sir ko'rsatishini umid qilamiz. Unda bo'lsa programımızı boshlab ketaylik. Hurmatli Gulbahar xonim, qimmatli vaqtingizni chiqarib programımızga qatnashib berganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Ve aleyküm Rahmet. Anlavatımız Gülbare'de. Devamlaştırın. Ben sualımı sorapla başlay. Gülbare'de siz tuncu qıtım şu bizden İstiqlal televiziyamızga çıkıp durup aşı vatanda bolgan Xitayninki Uygurlarımız qılgan zulümlerini, özünüz yaşagan zulümlerini bütün dünyaga anlatqandınız. Muşu aşı zulümlerini anlatışınızga türütkü bolgan yani aşını anlatışınızga sebep bolgan amilni mu şahti bizge to'xtalib beremsiz? Tamam, ben lagerdan çıqqanımga 2 yıl oldu. Yeni şu lagerdan çıkıp uyga kelgan vaqtda mening albatta psixologiyam buzilgan. 20 kun uyda bo'libdi men Qozog'istonda. Şu uyda bo'lgan vaqtimda ya balalarim ya tuqqanlarim hech kim ko'zimga ko'rinmadi. Şu aşağı lagerdagi ovozlar, hoshidan ketgan qizlarniki hem qizlar kunda Kaşlarda o'tirgan vaqtda menga omonat unutqaman degan gaplari qulog'imdan ketmay qo'ydi. Hem shu omonatlarni demsam bo'lmaydi deb 20 kun endi dehşetde o'ylandim. Şunu men shu bir şu Türkiye Müslüman devletiga barak. Eşendim bo'lsam men şu omonatlarni deb şu Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelip bir ay o'tmasdan şu sizlarning ixtisol programmaga kelib guvohlik berishga boshladim. Guvohlik berdim. Şu qizlarning omonatlarini. Sizningki bu qilgan bergan guvohligingiz nihoyatda cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Bu vatanimizdagi qarindoshlarimiz uchun siz biz uchun qo'shgan cho'ng bir tuhfangiz hisoblandi. Siz mush guvohlik bergandan keyin Xitoyninki yana tahdid qilishiga uchurdingizmi? Sizga yana boshqa ziyonkashliklarni qildimi? Mush haqida ozroq javob beramiz. Uchurdim. Bir Türkler bir Aksaray'ın aldıda namoyish bo'ldi. Namoyishga meni so'zga taklif qildi. Men guvohlik berdim. Shu namoyishda shu yerdan chiqib 3 soqchi aqmandan shu yomg'ir yog'ayotdi, bek qattiq qo'g'lab ketdi. Qarmashin bilib o'tiribman qo'g'ladi, shu uchirdim. Hem doim menga telefon qiladi. Nomer ko'rinmaydigan nomerlarda men o nomerlarni olmadim. Sizga uchur qilgan vaqtida masalan yozgan uchurlari bormi? Tahdid uchurlaridan masalan sizga qanday uchurlar keladi? Yo'q, men nimani olmadim. Telefon qiladi, men ko'tarmadim telefonimni. Tushundim. Rahmat. Undan so'ng sizga o'xshash yana shu Xitoyninki lagerdan qochib chiqib chet ellarda yashayotgan boshqa qarindoshlarimiz yana bormi? Lagerdan çıkan qarindoshlarimiz var. Men nima o'sha Amerikadagi Zumrad Davud, Tursunay degan qarindoshimiz yig'ildim berdi. Ömerbek Bekari deganlar 5-6'sı var.
Undaqda Zumrat adimiz, ondan keyin Tursunay xonim, Zumrat Davud, ondan keyin Mehrigul xonim deganlarning hammasidagidek bugungacha sizga o'xshash guvohliklarni berib, xalqaro jamiyat Xitoyninki zulmlarini oshkorlab kelyotdi. Ulardan boshqa yana shu lagerdan qochib chiqib chet elda yashayotgan mushaqda guvohlik bermagan, vatandagi zulmlarni anglatmagan insonlar bormi yana? Ben bir Fransa'ya kelip, anladım. Gülbahar deydiğen bir ayal bakken, men demetli be'eliklerini aşkan deydi. Şu kampta 3 yıl yetip, çıkkını bir 2 ay boptu dep anladım. Elbette ben bunu virüs sebebiden hazır bizde meyde çekilip koydu. Bir saat talaz yürüşken, ondan çıkış yürüşken olmaydı dep. Bu ayal bilen bir körüşüp sebepli şey değmev dep oylavatım ben. Anladım şu Fransa'da, Paris'te yaşaydı ki. Ularninki şu şahitlik qilmaslıqı, guvohlik bermaslikida bir sabab bormidi sizce? Mushaqda siz o'zingizningki shaxsiy fikrni so'zlab baqqan bo'lsangiz. Albatta ularniki mağamamda aşı türmeden lagerdan qo'yib bergan vaqtda soqchilar meni bir 3 soatdek manga her tarafdan yaxshi so'zdi keyin sen eğer guvohlik bersang mush ko'rgan kunlaringni hem desang qayerda bo'lsang biz seni o'ldiramiz shuning uchun sen dema so'zlama biz sana yordam qilamiz mush urumchilar kel deb o'zlarining ishxonasini telefon go'boning nomerlariga berdi. Qachon telefon qilsang bizning telefonimiz ishlaydi deb. Albatta men o'ylayman shu lagerdan chiqqan qarindoshlarımga ashaq taklif qildi. Tuqqanlari nima ishga desang, tuqqanlari ashaqda bor, bolalari ya aqlari fikri hamda qarindoshlari bor. Shuning uchun ular ashlan o'ylabman bermaydi deb o'ylayman men. To'g'ri, u tahdidlarning oldida balkim qo'rqqan bo'lishi mumkin ham ashada o'zimni lagerga yetib chiqqanlik uchun u sabablar bo'lishi mumkin. Sizlarni bu chet elga chiqargan vaqtda, shu vaqtning o'zida siz dedingiz, 3 soat men tutib oldi deb. Shu 3 soatning ichida eng ig'ir qilgan tahdidlar nimalar bo'ldi? Shu ig'ir qo'lni bundoq qildi bir Xitoy. Xitoyning qo'li uzun. Eğer sen qayerga beribsan, shu ko'rgan kunlaringni desang, biz seni o'ldiramiz deb taklif qildi. Men bo'pti degan vaqtda shu qo'l qo'yg'izdi, imzo atqizdi demayman deb imzo atdim. Tushundim. Bu zolim Xitoy har qancha tahdidlarni qismi siz yana mush tahdidlarga qaramay guvohliklarni berib xalqaro jamiyatda Xitoyning zolimligini anlatib kelyapsiz edi. Bu vaqtda sizga hammamiz pek minnatdor, ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ondan sonra keyingi savollarimga o'taveray. Siz mush Fransiyaga borgandan keyingi hozir qilayotgan faoliyatlaringiz, bundan keyin qilmoqchi bo'lgan faoliyatlaringiz haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Men Fransa'ya kelib 2 kundan keyin guvohlik berdim. Mushu kelib bir oyning ichida 5 guvohlik berdim men. Endi mush oyning oxiri 30-числа dushanba kuni parlamentning ichida guvohlik berishga tayyorlanmoqman. Xitoyda Ko'nglingiz yerim qilmadi. Çıkışım borçta çıktım, guvohlik bervatman, biroq natijasini tek ko'rmadim. Lagerlar ashtaxla yepaqlar. Lagerlar ashtaxla. Şu lagerdan bir qarindoshlar chiqdi deb men texmoshgan hech anlamadim. Şu lagerlar texni ko'paytib, texni kengaytibdi. U yoqda men o'limdan qo'rqmayman. U yoqda kunda o'lgan qizlarni, o'ldirgan qizlarni Bunda yaşadım şu kızlar bilen. Ben de u yoqdan tirik chiqma deb o'ylamadim. Endi bu hamma ko'rgan ki bu Xitoylar hargiz tirik qo'yib qo'ymaydi deb kunda o'limga tayyor bo'lib o'tirgan. Allohning kuchi bilan shu masalaga kelib qizlarning ovozlarini degan omonatlarini butkul dunyoga yetkazma deb o'ylayman. Biroq o'limdan qo'rqmayman. Xitoydan qo'rqmayman. Bir Allohdan qo'rqaman.
amanetlerini dediniz. Siz burunqi programlarda mı, belgen guvaxlıqlarınızda mı muşaqtıda cıq toxtulup ötkentiniz. Məncə boğan çağda aşılarınki şu sizge degen gepleri, amanetleri, aşağıdaki ayallarınki hazır tatıvatqan capaları, körüvatqan zulümleri haqqında yana azıraq toxtulup bəsiniz. Çünkü bu meselelerini qancha cıq tilga alsaq, shuncha arziydi. Çünkü bizning hozir ular uchun qilalaydiganimiz mushunchalik ishlar. Shunga aşağıdaki şu qizlarninki, hadilarimizning, ochilarimizning, ashlarninki amanatlarni qaytadan bir xatırlatıp ötken bolsanız edi. Ashlarning ishidan shu sizga hammadan bek ta'sir qilgan voqealarni bo'pmi? Künde neçik etim oylayma, şu köz aldığımda ketmeydi. Şu kiygen qarra xaltıla, tutumundaki yaşmayan şu koyzular, kişiler, şula köz aldığımda ketmeydi. Eşadımı çıkaldım hadi. Şu kıgan, şu soraklarda 24 saat su demey, kıgan eskiliklerini elbette onun ikinin yaşlı mekanıydı. Guvalık abay sualımdan beşide sizden sorğandım. Planlarınız, şu faaliyetleriniz hakkında dep. Guvalık berişten başka yana qandaq faaliyetlerini qilmoqchisiz? Bunun ikinci planlarınız nima? Benim bir şu guvalık beriş başka iş kanatlarım yok meneki. Gipazı bilvettim de. Gipazı bilvettim edemiyede sizinki Fransiya hükümetiga Xitoyni ariz qildiganligingizni mushaqtida ariz qilmoqchi bo'lganligingizni aytgandingiz. Aşı işler qandaq bo'lmoqchi, ariz qilamsiz, ya'ni mushaqda yo'l mengiyotamsiz. Mushaqda azroq bir keng ko'lamli tushuncha bergan bo'lsangiz. Albatta men o'zimdagi shu önemli amagacha, üçümni Xitoydan amagacha albatta men to'xtamayman. Menga qolgan shu nimani men shu Fransiyaga ariz advokatlarga hem nimlerini verip koydum. Ben de hazır onu virüs sebepten küçükken aksığı sürülüp kaldı. O Xitayni ben sotqa arzga bermem. Qilgan jinoyatlarini hem özleri bana teröristler keyin özleri hech qanday günah tapamasdan meni axlamam deb meni normal ticaret vize yasataginiga 1 yıl 3 ay 10 gün meni yaşakta yatkazıp kömgen kunlarni ko'rdim. Shuning uchun men har tarafdan men sotga arz bermoqdaman. Rahmat eda. Endi Turkiyada mushu qilgan faoliyatlaringiz uchun Saadet Partiyasi sizga sharaf medali berdi. Biz onu anlab nayt xursand bo'ldik va xalqimiz uchun xalqimizga vakolatan sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Siz nayt rahmat. Men u bir yeni medal emas, o'sha lagerda yotgan, beguna yotgan qarindoshlarimniki medallari. Sizlar vaqt ashlar uchun kurash qilib, ashlar uchun tirishib kelyapsiz. Şunlaşqa bu medalga sizmi loyiq, ularmi loyiq. İnşallah mush kurashlaringizning davomida bir natija qozonib, shular uchun qilayotgan ishlaringizning oxirida bir natijasini olasiz. Alloh nasib qilsa. İnşallah. Mush ekran oldidagi qiz ayollarimizga, xalqimizga, millatimizga deydigan ko'ngil so'zlaringiz bormi? Uyghur millatim Uygurlarga biz hazır Uygurlarga bek ig'ir kunlar kelyotdi. Hazır mana mashaq vaqtlarda biz hammamiz ön bo'lishimiz kerak. Xitoyga qarshi chiqib
toxtamışımız gerek, guvalık verip, xatlarını yazıp, Azabınızı düşünüp turvatımızda da biz siz yaşaganını yaşamagan buluşumuz mümkün. Sizden o yerde siz gözünüz bilen körüp, özünüz yaşap kalan bilen biz undaq bulup bakmadık ve inak bilip ketmeyimiz. Lekin kalbinizdeki şu azabını biz mi düşünüp turvatımız? Sizge okşaş, Zumrat hanımga okşaş, Mihrigül hanımga okşaş, köreş kılvatkan ayollarımız var. Şularınki, sizninki, köreşleriniz neticesinde biz hazır Xitayninki haqiqiy yüzünü dünyaga anlatıp kelyapmiz. İnşallah bundan keyin texmi yaxshi natijalarni qazanamiz bu köreş yolida. Xalqimizni sizningki deb abay deb o'tgan yurak so'zlaringizga o'xshash yozalaydiganlarimiz yezish orqali, so'zlaydiganlarimiz so'zlash orqali, bildiganlarimizni guvohlik berish orqali anlatib turib, Xitoyning bu razilligini texmi keng ko'lamli holda xalqaro jamiyatga anlatib chiqamiz. Nihoyatda yaxshi savollarimga javob berdingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Keng ko'lamli javob ilishni pek xohlaydim aslida, lekin sizniki gap qilinmasligingizningki sababini hammamiz bilib turibmiz. Ko'pdan ko'p rahmat ada. Sizlarga rahmat. Bundan keyingi yo'llaringizda, planlaringizda sizga utuqlik tilaymiz. İnşallah biz her vaqt sizning orqangizda, xalqimiz, millatimiz her vaqt sizning orqangizda. Sizden ulgu elib, Allah xolasa, texmi yaxshi xizmatlarni o'tirg'i chiqarishga tirishimiz. Unda olsa vaqt munosabati bilan mishada oxirlashtiray. Savollarim tugab qoldi. Ekran oldidagi ko'rmanlar Gulbaradamiz gap qilolmay qoldi. Gap qilolmasligining sababini men demasam, sizlar bilib turibsizlar. Chunki u Xitoyninki u zulmi, u jazo lagerining ichidagi insonlar qilgan u qilmishlarni biz normalda xiyolimizga akkasakmi, ya'ni badanlarimiz shurkinib ketgidek darajada og'ir zulmlar. Men hozir gap qilolmay qoldim bu to'g'risida. To'g'ri tushuninglar. Programmamni mishada oyoqlashtiray. Inshaalloh kelarki sonda ko'rishaylik. Hammalarni Allohga topshirdim. Allohga omonat.